Hammaga assalomu alaykum. O'zim o'ylab topgan retsept bo'yicha keks qilamiz. Qarocha idishni ichiga 2 ta tuxumni chaqib, 3 osh qoshiq shakar solamiz. Xohishlaringga qarab o'zlaring solasizlar va uni yaxshilab aralashtiramiz. Men hech qanaqa vinch mikserdan foydalanmadim. Prosta vilkani o'zida aralashtirdim. Keyin uni izidan 2 osh qoshiqda yog' solamiz Va uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Hammasini bir-biriga singguncha aralashtirdim. Aralashgan massani ustidan vanilin, razexritel soldim. Razexritel boshida ochilmadi, ochgandan keyin bir dunyo birdaniga to'kilib ketdi. Endi nima qilaman? Men videoga olaman degan paytim to'kilib ketganini qara deb o'zim gapirib, baribir ilojini topdim. To'kilgan razexritelni aralashtirib yubormasdan oz-ozdan oldim. Hamma narsani ilojini qilsa bo'ladi. Razexritel to'kilib ketdi deb o'tirganim yo'q, ishimni davom etkazib, unni solib aralashtirdim. Keksni xamiri o'zi doim suyuq bo'lishi kerak ekan, meniki suyuqroq bo'ldi. Idishni yog'lab duxovkaga yubordim. Shu o'rtada sizlarga gapirib bergunimcha o'zi pishib qolibdi. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin.